Mashina bozorida eng ko'p bo'ladigan gap mana. Masla uka deb berdi. Masla uka mana shu mashina. Nimaga masla desangiz men mashinani zo'r tushunishim kerak. Nima aloqasi bor bir-biriga? iPhone 15 Pro Max'im bor aka mana. Sholg'on vobshe lo'lini qopa desam tushyaptimi bir-biriga? Yo'q tushmayapti. Aldamaymi? Uka Kenneya mingan mana shu mashinani urintirmagan bitta Kenneya mingan. Zildi Kenneya mingan nima qilgan? Xotinlarni salonga borib kelganmi yo nima janazaga chiqqanmi bu bilan nima anaqasi uka sport plus rejimi bor deydi. Sport plus mashinaga qaraysizlarda sport plusni gapiryaptim, paralimpiada bo'lsa kerak deb yorasizlar. Sport plus rejimida deydi, shaharda Ferrari'larni ko'rdim demaysiz, shuni o'tib ketasiz, ko'rdim demaysiz deydi. Anjanda Ferrari yo'q aka, piyoda yurib ham ko'ra olmayapsiz Ferrari'ni. Nima u uka deydi, mashinani olgandan keyin hamma rasmiylashtirgandan keyin bir sira usta ko'rsatib beradi. Jicha yengil anaqalari bor, bir sira ko'rsatib berasiz. Ha, ustaga bitta ko'rsatasiz, undan keyin sizga psixolog kerak bo'ladi, bir kennachi kerak bo'ladi. Qanday aldab qo'ydikingda yura olasiz.